Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Dünyanın hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotqan Uyğur təşkilatlarının 5-ci il Ürümçi qırğınçılığının 13-ci illiyi münasibəti bilan 2-ci ildən etibarən müstəbid Xitay hakimiyyətinin irqi qırğınçılığa qarşı başlatqan narazılıq fəaliyyətləri 5-ci il günü yuqori pəlləyə çıxdı. Ürümçi qırğınçılıq yüz bergan 5-ci il günü Qırğızstanның Bishkek, Kanadaның Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Amerikanın Washington, New York, Yaponiyanın Tokyo, Türkiye'nin Ankara və İstanbul, Angliyaның London, Gollandiyaның Amsterdam, Fransiyaның Paris, Germaniyaның München, Karlsruhe və Stuttgart, Malaysiyaның Kuala Lumpur qatarlıq şəhərlərdə kən köləmlik namayiş və xatırlaş fəaliyyətləri ötküzüldü. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim 5-ci il günü Avropa Şərq Türkistan Birliyi tərəfindən Xitayның München şəhərindəki konsulxanası aldida ötküzülgən namayişdə qılğan sözdə mundaq deb görsətdi. Bugün Ürümçi qırğınçılığının 13-cü yılını toşqan bir xatır günü. Bu Şərqi Türkistan xalqı üçün bir matem günü, aynı zamanda, aynı vaxtda yana bu bir erkillik dastanının yazılğanlığının başlanğan bir günü. Çünkü Xitay hükümeti xalqımızdan adalet talep qilib, hürlük talep qilib, nayeti tinçlik bilen epirib alğan namayişini şiddet bilen kural işiltib bastırgan. Yüzlerce hatta minlerce insanlarımız şehit bolgan, 10 minlerce insanımız yoqab ketilgan. Demek bu günü esleşimiz gerek. Bu gün Xitay hükümetinin 2016 yıldan başlap Şərqi Türkistan'da yol koyuvatkan asimilasya veya ki kemsiti siyasetinin erki ayrımçılık, milli ayrımçılık siyasetine ötken 2016 şunu ötken bolsa ama 2009 yılı bu erki kırgınçılığının başlanğan noktası. Xitay muş vakti dünyanın sınap baktı, halkımızın sınap baktı. Bunun nispeten dünyanın yeterli derecede bu kırgınçılıkını toxtuş yaktıda bir reaksiyonla kemmegelliği üçün Xitay ben Uyghur halkını tamamen yoktu bitəleyetkenmen degen planını 2009 yılından başlap tüzüp en ahırda 2016 yılı resmi erkek kırgınçılık yürütüş başladı. Milyonlagan insanlarımız bugün ceza lagerlerde azap çekiyordu. Xitay dünyanın aldaşık tirişkan bolsumu, dünyanın küzünü boyashka her xil usullar bilen hareket qatkan bolsumu ama sizin de ötkenlikidek Şinjan sakçı arxivleri mana bu kolumuzdaki bu resimde dünyaga ilan kılıngandan keyin Xitay mı bu aldamçılığı dünyada yuşuranmadı. Şunun bugün dünyada nayet zor bir kollaş Uyghur halkı bolgan bir histaşlık oturgu çıkıyotudu. Hazır kadar 10 parlamenti Uyghur erkek kırgınçılığını itiraf kıldı. Bir hükümet itiraf kıldı. Kanunlar çıktı. Avrupa parlamenti yakında məxsus bu haqda karar kabul kıldı. Biz teqi aldığımızı kıldığan işlerimiz yok. Xalqarada hakikaten köp kollaşlar yüz bir vatkan bozumu. Ama bu yeterlik emez. Yüz bir vatkan bu kırgınçılıktan dünyanın mutlak köp dünyanın ciddi hareket girişi bu kırgınçılık toxtuş için ünüm berdiğen emeli kademlerini besiş gerek. Biz bunu talep qilamiz. Bütün dünyanı aylanıp bu arzularımızı oturup koyuvatımız ve koyumuz. Dünyanın bu kırgınçılıkta sükut turuşunun üzü bu kırgınçılıkka ortak bolganlık bugün günde sükut turuşunun üzü cinayet olup hesaplandı. Şunun bu münasebetle bir yerdeki bütün dünyanın hem bir yerdeki bu namayışlar katlaşıvatkan Şərqi Türkistanlı qeyrindaşlarımızga, vatandaşlarımızga salam yollayımız. Səgək bulaylı, oygaq bulaylı, teqi işimiz bitmedi. Teqi bizni yolunun başlangıcıda biz uxlasak dünya teqimdek uxlaydı. Rahmet. 3 iyul günü Qazaqstandakı Uyğurlar Dünya Uyğur Qurultayının Ali Məsləhətçisi Qahraman Qojanberdi və Qurultay İcraiya Komitetinin muavin rəisi Erkin Ahmetov əpəndilərinin başlamçılığında Almutta şəhərindəki bir zalğa cəm olub, 5-ci il Ürümçi şehitlərini xatırlab məxsus nəzir fəaliyyəti ötküzgən idi. 5 iyul günü Qırğızstandakı Uyğur cemaati Qırğızstan Uyğur İttifaqının rəisi Asqar Qasimi və Dünya Uyğur Qurultayının Qırğızstandakı alaydı vəkili Rozi Məhəmməd Abdulbaqiyev əpəndilərinin başlamçılığında Bishkek şəhərindəki bir zalğa cəm olub, 5 iyul Ürümçi qırğınçılığının 13-cü illiğini xatırlaş fəaliyyəti uyuşturdu. Fəaliyyətdə Uyğur xalqının erkinliki, hürlüki və müstəqillik üçün canlarını pida qılğan bütün əziz şehitlərimizin ruhi üçün dua tilavət qılındı. Məzkur fəaliyyətə alaydı təklif bilan tor arqılı qatnaşqan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun
Толқын Айса әпәндім, Қырғызстан ұйғырларының milli mustaqillik күрішіміз үшін hazır qadar көрсіп келген zor pidakarlıqı rəhmət etiş bilan birgə, Uyğur məsələsinin xalqaradakı taraqqiyat yüzlənişi haqqında təfsili məlumat berib ötdi. 5-yıl Ürümçi qırğınçılığının 13-yıllık münasibəti bilan Kanada Şərq Türkistan birlikinin orunlaşdırışıda Kanadaның Toronto, Montreal, Vancouver və Calgary qatarlıq 4 şəhərdəki Xitay konsulxanası aldida Xitayның Uyğurlarga yürgüzətgan irqi qırğınçılıqqa qarşı namayişlar ötküzüldü. Torontodakı namayişqa bevosita riyasətçilik qilgan Kanada Şərq Türkistan birlikining raisi və Dünya Uyğur Qurultayının baş katibi Tuyğun Abdüveli əpəndim bundan 13 yıl burun yüz bergen Ürümçi qırğınçılığının bugün mustabid Xitay hakimiyetining Şərq Türkistanda yürgüzətgan keng ko'lamli irqi qırğınçılığının başlanış noktası ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, aziz shehidlarimizni yod etish va ularning qahramonlik ro'yiga varislik qilishning muajiratdagi butun Uyg'urlarning milliy va diniy majburiyati ekanligini ifoda qildi. Kanadaning poytaxti Ottavadagi namoyishga riyosatchilik qilgan Dünya Uyghur Qurultayı Qonun komitetining mudiri Mehmet To'xti apandim qilgan so'zida, Kanada hukumatidan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jiddiy jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishni talab qildi. Calgary shahrida o'tkazilgan namoyish Dünya Uyghur Qurultayining vakili Mukarram Qurbon xonimning riyosatchiligida. Vancouverdagi namoyish Kanada Sharq Turkiston birligi ayollar bo'limining mudiri Tunsa Matsidi xonimning riyosatchiligida elib berildi. Ürümçi qırğınçılığının 13-yıllık münasibəti bilan 5-yıl günü Amerika paytaxtı Washingtondakı Xitay elçixanası aldida namoyish ötküzüldü. Bu qitimqi namoyish Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, namoyishga poytaxt Washington atrofidagi Uyg'ur jamoati ishtirok qildi. Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyish Sharq Turkiston milliy marshi bilan boshlandi. Namoyishda Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat so'z qilib, Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchragan barliq Uyg'urlarga adolat talab qilinish bilan birga, dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilik sukut qilmaslikka chaqirdi. 5-yıl günü Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Hareket Teşkilatı ve Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin birlikdə uyuşturuşida New York'daki Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı binası aldında namoyish ötküzüldü. Dünya Uyghur Qurultayı icroiya komitetining muavin raisi Ilshad Hasan Kökböre əpəndimning başlamçılığındakı namoyishchilar 2-ci basqıçda Xitayning BDT turishliq doimiy elchilik oldida namoyish qilgan bo'lib, ular namoyishda e'lon qilgan bayonotida 5-yıl gündəki tinchlik namoyishni qattiq qo'lliq bilan bostirib, uni qirg'inchilikqa aylantirgan Xitoy hukumatining shundan keyin Uyg'urlarga qaratgan zulmini hassilab kuchaytirib bugungi irqiy qirg'inchilik siyosatlarini planlab chiqqanligini, dunyoning bu zulmga sukut qilmaslik kerakligini ta'kidladi. Namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Ilshad Hasan Kökbar apandim bu qitim New Yorkda o'tkazilgan namoyish haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar. Bugun 2009-yili 5-iyul milliy qirg'inchiligining 13 yilligi. Yani 13 yıldan aldıda Ürümçi'nin koçusida Xitay armiyasi qoralliq bilan Uyg'urlarni bastırıp qirg'inchilikni boshlagan kuni. Hamda 5-iyul qirg'inchiligi amaliyotda 6-oyninki 26-yilidagi Shouguanga apag'an majburiy emgak Uyg'urlarni Xitoylarninki hujum qilish, urush, o'ltirishi bilan boshlangan. Bu tarixdeki bir tarix bölgüç vaka. Her qanday bir Uyg'ur bugungi kunda milliy qirg'inchilik uchrayotgan kunda 5-iyulda şehit bo'lgan, yana 6-oyning 26 şehit bo'lgan qarindoshlarimizni unutib qolmasligimiz lozim. Shu vaqtda izdiraksiz yo'qolib ketgan qarindoshlarni izdirgini qilishimiz lozim va hozirgi lager turmalarda yetayotgan milliy qirg'inchilik uchrayotgan bütün Uyg'urlarning taqutulg'icha bu davani, bu muqaddas vazifamizni yana Uyg'urlarning oxirgi mustaqillikni amalga oshiruvchi bo'lgan bu kurashni davomlashtirishimiz lozim. Rahmat. Yaponiya Uyghur cemiyetining o'rinlashtirishi bilan 3-iyul yakshanba kuni Yaponiyaning poytaxti Tokioda 5-yil Ürümçi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan namoyish va yurish ilib berilgan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka chidab tura olmagan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bir qism fidokor a'zolari 5-yil kuni yana Xitoyning Tokiodagi bosh elchixonasi oldida to'planib namoyish o'tkazdi va Xitoy qarshi jarangliq shuar to'lab Xitoy elchixonasiga aram bermedi. 5-iyul kuni ilib berilgan namoyish tuyuqsiz o'tkazilgan namoyish bo'lgani uchun Yapon soqchilari
tarafidan Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga ruxsatsiz namoyish o'tkazgan degan sabab bilan iqtisodiy jarimani qo'yilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar a'zosi bu vaqtda istansimiz qilgan so'zida Yaponiyada ish tuzumi favqulodda ching bo'lgani uchun Yaponiya Uyg'ur jamiyati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash namoyishini 3-iyul yakshanba kuniga o'rinlashtirgan edi. Ammo Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligi bo'lgan 5-iyul kuni yana ko'nglimiz chidamay Xitoy elchixonasi oldida o'zimizning nafratini ifoda qildik deb ko'rsatdi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan yaqin hamkorlik munosabatida bo'lib kelgan Malayziyadagi Musulmon yoshlar birligi qatorliq Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan musulmon tashkilotlarining birlikda uyushtirishi bilan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan Kuala Lumpurdagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyish Malayziya va Indoneziya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Qisqartirilgan nomi Abim deb atalgan Malayziya Musulmon yoshlar birligi Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayıplash bilan birga Malayziya xalqini o'zlari bilan dindosh bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishga va Xitoyning zulmiga qarshi jiddiy inkas qaytarishga chaqirdi. 5-iyul kuni Markaziy Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi va Sharq Turkiston o'limalar birligi, Dünya Uyghur Qurultayı vaqfi, Uyg'ur Akademiyasi vaqfi, Sharq Turkiston vaqfi, Aysa Yusuf Alttekin vaqfi qatorliq Turkiyada aktiv faoliyat elib berayotgan ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining aktiv moslashib berishi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida zo'r ko'lamlik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan edi. Shu kuni yana Turkiya poytaxti Anqara shahrining markaziga joylashgan Ulus maydonida namoyish o'tkazildi. Namoyish ahli Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan bostirish siyosatlariga la'nat o'qidi. Namoyishga Anqaradagi Uyg'urlar, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi bilan Uyg'ur Akademiyasi vaqfining mas'ullari, partiyasining muavin raisi Ridvan O'zapandi, parlament a'zosi Ismoil Qo'njuq apandi, Kelajak partiyasining muavin raisi Haqvardi Oltuq apandi, Türk ommaviy tashkilotlarining mas'ullari va Türk ommasidan bo'lib ko'p sonli kishi ishtirok qildi. Mazkur namoyish jarayonida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Oldi bilan mazkur namoyishni uyushtirgan Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi bilan Uyg'ur Akademiyasi vaqfi nomidan Xayrullo Afandigil apandi axborot bayonotini o'qib o'tdi. Mazkur bayonot mundaq deyilgan: Qimmatli muxbirlar, parlament a'zolari, siyosiy partiyalarning mas'ullari, ommaviy tashkilotlarning mas'ullari va namoyish ahlilari, bugun Urumchi qatliamining 13-yillik xotir kuni. Bugungi kunda Xitoy hukumatı Sharq Turkistonliklarga sistemli holda irqiy qirg'inchilik elib bormoqda. Xitoy hukumatı buningdan 13 yil burun, ya'ni 2009-yil 7-oyning 5-kuni Urumchida minglagan Uyg'ur yoshlarini qatl qilgan edi. Bu qatliamdan keyin Xitoy hech to'xtamasdan irqiy qirg'inchilik elib berishini davomlashtirmoqda. Axborot bayonotida Turkiya hukumatining Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirib mundaq deyilgan: Hozir Sharq Turkistonda 3 milliondan ko'p Uyg'ur, qozoq qatorliq Turkiya xalqlar jazo lagerlariga tashlandi. Bu lagerlarning darhol taqilishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining to'xtatilishi uchun biz Turkiya davlati va turk millatining darhol harakatga o'tishini, Uyg'urlarga ega chiqishini talab qilamiz. Undan boshqa yana shu kuni Turkiyaning Konya shahrida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan London shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Angliya Uyg'ur jamiyati va Dünya Uyghur Qurultayı London ishxonasining birlikda uyushtirishida o'tkazilgan namoyishga qatnashgan 3 nafar Angliya parlamentining a'zosi so'z qilib, xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darhol to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Namoyishga riyosatchilik qilgan Dünya Uyghur Qurultayı London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonim qilgan so'zida Angliya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi yanada jiddiy jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishga chaqirdi. 5-iyul kuni Gollandiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishi bilan Amsterdamdagi eng asosiy sayohat markazlarining biri hisoblangan Dam maydonida Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Namoyishga Jasur lager shohidimiz Qalbinur Sidiqning o'z ichiga olgan ko'p sonli qarindoshlarimiz ishtirok qildi. Alayda tusini olgan bu qatimqi namoyish dunyoning har qaysi ellaridan kelgan sayohatchilarning alayda diqqatini qo'zg'adi. 5-iyul kuni Fransiya Uyg'ur birligining tashkilishi bilan Parijning Real maydonida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash va shahidlarni eslash namoyishi o'tkazildi. Namoyishga Parijdagi Uyg'ur jamoati, Parij shaharlik hukumat vakillari, Yevropa Uyg'ur institutining xodimlari, shundaqla Mo'ng'ul, Tibet faoliyatchilari qatnashdi. Namoyish qatnashgan faoliyatchilar Fransiya xalqiga Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik siyosatlarini tafsiliy tushuntirdi. Yevropa Uyg'ur institutining mudiri Dilnur Rayhon xonim namoyishda so'z qilib,
qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak siyosatiga chetishli xalqaro shirkatlarni boyqut qilishning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi kurashda intayin muhim ekanligini ta'kidladi. 5 iyul kuni Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Xitoyning Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazilgan edi. Shu kuni yana Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandim riyosatchilik qilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi lozunkalar bilan bezalgan tashviqot mashinasi butun Myunxen shahrini 3 soatdan ortiq aylanib chiqib karvon namoyishi olib bordi. Undan boshqa yana 5 iyul kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining vakili Anvar Ahmad boshchiligidagi Uyg'ur jamoati Germaniyaning Karlsruhe shahrida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish olib bordi. Namoyish maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Anvar Ahmad apandim bu haqda ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2022 yil 7-oyning 5-kuni, buningdan 13 yil muqaddam Sho'ganda zo'ravonlik uchirgan qarindoshlarimizning haq talablarini, qonuniy haq huquqlarini talab qilib 7-oyning 5-i Urumchidagi o'quvchilar namoyish qilgan, ammo Xitoy zo'ravonlarininki, Xitoy tajovuzchilarininki kuchli turda bostirishga uchirgan. Mana biz bugun Karlsruhedagi Uyg'ur jamoati, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, ko'chmanlarga yordam qilish tashkiloti, Tibetlarga yordam qilish tashkiloti qatorliq 6 tashkilotninki sahibxonligida Karlsruhedagi Uyg'ur jamoati bilan birlikda Urumchi qirg'inchiligida Xitoy hokimiyati bilan tig'ma-tig' turib kurash qilgan xalqimizningki erkinligi, haq huquqlarini qo'g'dash uchun o'ttirg'i sakrab tushgan qarindoshlarimizni xotirlash va shu qahramonlarimizning izini davomlashtirish uchun bugun bu namoyishni qilib turyapmiz. Namoyishimiz boshlanib, har qaysi tashkilot mas'ullari hozir so'z qilishni boshlayotdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.